Assalomu alaykum. Bugun bizda Isuzu D-Max Irbis LSE pikapimiz eng full komplektatsiyada. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xo'sh, dvigateldan boshlasak, dizelli dvigatel turibdi, 4 tali radial silindr, 190 kuchli turbinasi bor. 6 tali korobka, shahar ichida 8 litr, 10 litr rasxod qiladi. Xo'sh, avtomobilimizda 18 razmerli diska turibdi. Ballonlarimiz Dunlop original yaponskiy 100 ming, 150 ming kilometr yurib beradi. Ana shunaqa podnoshkalari bo'ladi. Avtomobilda gruzavoy otsek 765 kg ga mo'ljallangan. Bakimiz 76 tali, orqalari ressor, amortizator bir vaqtda. Bu avtomobilimizga farkop qo'yib 3,5 tonnagacha pritsep ham qo'ysangiz bo'ladi, bemalol tortib bo'ladi. Parktroniklari bor, orqa kamerasi bor, tepasida mana shunaqa shoxi ham bor. Avtomobilda beskilchovoy доступ turibdi. Полностью elektronniy, rol сиденья hammasi regulirovka bo'ladi, elektronniy hammasi. Salon qop-qora, 90 klimat kontrol, adaptivniy kruiz kontrol, сиденья podogrev. Palasadan chiqib ketganda vibratsiya beradi, avtostopi bor. Oldinda qanaqadir to'siq chiqsa, o'zi предупреждение berib, o'zi tormozni bosadi. Faralari полностью ksenyon. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot yana berib o'tamiz. Avtomobilimizning narxi 620 million so'm.